Yakshanba kuni bozorlarni aylanganimizda doim Chorsu bozorida 4 ta novvoy bor. Namangan shirmon nonni sotadi. Savol berdim. Qancha sotasizlar desam, bir kunda 140 ta, 150 ta, sezonda 200 ta, 250 ta. Chunki aytdim, "Sening Instagraming bormi?" dedim. "Ijtimoiy tarmoqlardan desam, "Yo'q, nima bu?" dedi. Hozir hamma ijtimoiy tarmoq orqali reklama qilyapti, o'zini mahsulotlarini. Sizlarga ayrim narsalarni hech kim yemaydi, lekin ijtimoiy tarmoqda mashhur bo'lganligi uchun bir borib ko'rib ketadi. Keyin qaytib kelmaydi lekin. Zato u savdosi, marketingi yuryapti, lekin bizni Namanganning shirmon noni u asrlar davomida avloddan avlodga o'tib kelgan 3 ta 4 ta xonadon qiladi xolos. Samarqand noni qarang, qanaqa mashhur. Yoki oddiy o'zimiz Mingbuloq nonlari qanaqa hozir. Yoki Pokdagi patirlar. Shunga kecha bloger yurgan ekan, unga iltimos qildim. Shuni bir reklama qilib beringlar. Bu ham bir haligi nima deydi? Namangan ramzlaridan o'zini mastabasi degandek, bu ham bir ramzda o'zi aslidagi kulinarniy turizm bo'yicha. Shundan foydalanishimiz kerak. Targ'ibotini qilishimiz kerak. Shunaqa loyihalar bo'lsa yaxshi bo'lar.